Davlatnazir ukamiz elni farzandi, biz quvonamiz. Davlatnazir to'ylarga chiqsa, qo'liga tor olib, mana shunday aziz kunlarda xizmatda bo'lsa, chunki el xizmatindagi yigit bu. Buni sulolasi, buni otalari, buni onalari hamisha qo'lini ko'ksiga qo'yib, mana shunday aziz kunlarni tilab kelayotgan insonlar sanaladi. Davlatnazir, sizga ham omad tilaymiz. Bugun mana shu Ko'nazey qishlog'imizda ajoyib shodiyona bo'layotir. Ilohim qishloqdagi to'ylarda hamisha bel bog'lab xizmatda turish nasib qilsin. Bugun meni quvonib turganim azizlar, Davlatnazir ustoz san'atkorlarni Ko'nazeyga olib kelib, shularni bizga ro'paro qilib, mana shunday aziz kunda shu elimizda bir shodiyona bor. Ustozlar yuringlar men bilan yelkadosh bo'lib shu to'yda xizmat qilinglar debdilar. Mana Rozmat akam hurmat qilamiz ajoyib insonni, ustoz san'atkorlar bilan yelkadosh bo'lib yurgan inson. Bobomurod Hamdamov yonida, ajoyib hofiz yonida 40 yildan ziyod xizmat qilib, hozir ham shunga yelkadosh bo'lib yurgan insonlardan bittasi. Nuniyoz og'amizni shunning hurmat qilamiz. Ajoyib inson Nuniyoz og'am. Doirada ustoz san'atkorlarni hamisha yonida qo'ldosh bo'lib, yo'ldosh bo'lib keltirgan inson. Nuniyoz og'a xursandmiz Ko'nazey qishlog'ina tashrif buyurganingizda. Nizomaddin ukamizni hammangiz donisizlar. Gap yo'q, Nizomaddin. Televizorlardan ko'rib turamiz. Ina shu Ko'nazey so'nadi. Ish qilib Ko'nazeyli deb qo'yibdilar buni. Bo'lgani shu. Ilohim elatimizda to'y olsa, ishunning baholi qudrat kelib, to'y o'qoqlari hech bo'lmasa kelib bir xizmat qilib yurisizlarga nasib qilsin. Davlatnazir, navbatni sizga beramiz. Chiroyli kuy qo'shiqlar bilan davramizni qizdirib, mana shu aziz beshik to'yini bugun mana shu el yurt oldinda munavvar qilasiz degan umiddamiz. Marhamat. Rahmatullayib. Assalomu alaykum aziz eldoshlar, hurmatli mehmonlar, qudalar. Barchalaringizga shu to'y muborak bo'lsin. Bütün ibadallar bilan men tabriklayman. Ismoil otam dunyoga kelibdi. Shundan xursand bo'ldik Ergashboy. To'ylar muborak bo'lsin jo'ra. Qozon oshmaga borayotirgan o'xshaysan. Hamisha elimizning yaxshi kunida shunday ustozlarimiz bilan sizlarning yaxshi kunlaringizda xizmatda turmoq bizlarga nasib etsin. Shu yigitni sunnati farzini ham yetirgay. Hamisha xizmatlaringizda bo'lali. Bulayna bilasizlar, burundan fundamentli xo'jalik. Buni foydavor deymiz. Foydavor mustahkam xo'jalik. Ilohim davomam shunday davom etsin bularni. Shu yigitni umri uzoq bo'lg'ay. Yana aytaveramiz sunnat farzlarini hammamizni birgalikda yetirgay. Xudo xolasa xizmatingizdamiz. Yeb ichib hazrat xordiq chiqaraverasizlar. Paydivar bolsun kanadı alıyım, paydivar bulmasa divar amanı. Evvel köngül koymay başlama toyunu, sevgisiz aile rozgar amanet. Amanet, amanet, tekrar amanet, sevgisiz aile rozgar amanet. Hiç yatya kalma, atını yaman deyip piyade kalma.
Yaringni yomon deb uyatga kalma. Yaringdan bor foyda Kuşlar amanet, 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 tekrar amanet. Yaringdan bor foyda Kuşlar amanet. Bugünkü her kaçım, bugünkü işni vermeydi kaytadan ömürni yaşlı. Gelmek bir zaman güzelli kışlı. Bu yaşlık çağları bahar amanet, 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 tekrar amanet. Bu yaşlık çağları bahar amanet. Eğer cüme nezer nezer sal al, sıra küllüğüzye gelmesin melal. Bir kül közden küze yeseydi külal. Dost yar amanet, didar amanet, 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 tekrar amanet. Dost yar amanet, didar amanet. Dost